Assalomu alaykum hamma yurtdo'lar. Yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimiz YouTube kanali uchun liquidity darsi bo'ladi. Qisqa qilib sizlarga liquidity tushuntirib beraman. Ya'ni qanaqa grafikda qanaqa ko'rinadi va chizmada qanaqa keladi. Videoni ko'rishdan oldin sizlar kanalga obuna bosmagan obuna bosib qo'ysanglar, eng muhimi kanal ya'ni videoning tagida o'zingizlarni izohinglarni qoldirib ketsanglar yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, unda boshlaymiz. Liquid, ya'ni birinchi bo'lib men sizlarga ko'pchilik ishlatadi order block, to'g'rimi? Ya'ni liquid tushunmasdan turib, shu order block ishlatishadi. Hamma bozorda hamma order blocklarni olishadi. O'shani tushuntirib beraman sizlarga примерно qilib. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Masalan, sizlarga chizma chizib beradigan bo'lsam, mana bunaqa bozor keladi. Ya'ni mana xuddi shunaqa примерно keladi. Ya'ni mana bunaqasidan keladi. Narxi mana ko'pchilik bilmaydiki, liquid tushunmaydi ko'pchilik. O'shaning uchun narx bu. Mana bu yerda mana shu nuqtasida bitta order blok joylashgan bo'ladi. Mana bu nuqtasida bitta order blok joylashgan bo'ladi. Mana bu nuqtalarda order bloklar joylashgan bo'ladi. Примерно qilib tushuntirib beraman. Xo'p, liquid tushunmasanglar, sizlarda nima bo'ladi? Sizlarda tushunmasanglar liquidness, mana bu liquidness bo'lishi mumkin. Ya'ni общий mana bu ham liquidness bo'lishi mumkin. Shu uchun liquid tushunmasanglar, sizlar yaxshiroq savdo qila olasizlar. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik mana order bloklardan mana bu order blokdan stop loss lowga qo'yib, mana bu ikkinchi order blokdan stop loss lowga qo'yib, mana bu eng ekstremalni, ya'ni 3-order blokdan stop loss lowga qo'yib savdoga kirib olishadi. Lekin shuni bilishmaydi. Pastda mana bu 3 ta low yoki mana bu yana bitta low bo'lishi mumkin. O'sha общий liquidnessni lowlari hisoblanishi mumkin. Ana o'shanda bular stop olib qolish ehtimoli juda katta bo'ladi. Narximiz ko'rib turganinglardek bunaqa kelib, ozgincha reaksiya beradi. Undan keyin polностью stoplarni urib, xuddi shunaqa lowlarni yengilab ketadi. Ya'ni liquidity shunaqa. Sizlar liquidity tushunmasanglar, ya'ni mana bu nuqtadan qachon sell bo'lishi, qachon buy bo'lishi, qaysi nuqtalarni yechishini bilishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, unda keyingi sarlavhaga o'tamiz. Keyingisida sizlarga oddiy chizmada ko'rsatib beraman. Undan keyin oxirida grafikda tushuntirib ko'rsatib beraman. Примерно oladigan bo'lsak, bu bizda smart money bo'yicha tushuntirib beraman sizlarga. ICT da ham bir xil, ya'ni liquidness nomlari har xil. Shu uchun ikkalovini qo'shib ketaman. Hop, ko'rasiz, equal high equal low bo'ladi. Ya'ni liquidnessda high equal high bu highda, equal low bu lowda. Hop, sizlarga hozir equal high ko'rsataman. Ko'rib turibmiz, bitta maksimalniy high, undan keyingi yangi yaralgan high bunga yeta olmagani sababli mana bu nuqtani ko'rasizlar, bunaqa shaklda bo'lib qolgan. Shu narsa yechilmagani uchun bu bizda liquidness bo'ladi. Misol uchun mana bu yana bizda mana bunaqa holat bo'lishi mumkin edi. Yana kelib turib, bundoq bo'lib, yana tushib ketishi mumkin edi. Mana bu ham mash highliga asoslanib bizda equal high shakllanib qolgan bo'ladi. Buni biz buy side liquidness ham deb olsak bo'ladi. Ya'ni buy side deb olsa ham bo'ladi. Equal high bilan buy side bu bir xil narsa, bir xil vazifani bajaradi. Ikkalovi liquidness. Xo'p, ko'rasizlar, birinchi shaklda xuddi shunaqa shakllangan, ikkinchisida tengma-teng, ya'ni narximiz, highlarimiz bizda tengma-teng bo'lib qolgani uchun bu narsa bizda liquidness yechilmagan bo'ladi, ya'ni equal high turgan bo'ladi, ya'ni buy side o'sha bo'lib qolgan bo'ladi. Narximiz bu liquidnesslarga обязательно yechishga qaytib chiqadi. O'sha qaytib chiqqandan keyin, yechilgandan keyin biz razvorotga savdo qilib ishlasak bo'ladi. U high, ya'ni u tepadagi highlargacha biza pastda qanaqadir liquidness yechilsa, highlargacha ishlab olsak bo'ladi degani. Bu bizda equal high. Endi sizlarda equal low ko'rsataman. Ko'rib turibmiz, bu bizda equal low, ya'ni sell side. Sell side bilan vazifasi bir xil, ikkalovi nomi har xil bo'lgani uchun просто adashtirishinglar mumkin. Atak ikkalovini vazifasi bir xil. Equal high bilan equal low почти bir-biriga o'xshash, ya'ni teskarmachasi. Bu lowimiz, ya'ni mana minimumda turgan low, bu minimumda turgan lowni yecholmasdan qaytib ketdi. Yana обратно qaytib kelib, misol yecholmasdan qaytib ketsa, bu liquidness bo'lib qolaveradi. Dальше liquidnessga o'tadi. Narximiz обязательно shu liquidnessni yechishga обязательно qaytib tushadi. Ana o'sha qaytib tushishda biz savdo qilsak bo'ladi. Hop, bu sell side'da, ya'ni o'sha equal low bitta ko'rinishi. Hop, ikkinchi ko'rinishi mana bunaqa. Misol ko'rasizlar, 3 ta high,
yoki xohlasa 4 ta low, xohlasa 4 ta low, xohlasa 5 ta low bo'lishi mumkin. Lekin обязательно qaytib tushadi bu yerda. Ya'ni mana bu lowlarimiz bir-birini yechmagan bo'lishi kerak. Mana bu yechib qo'ysa ham hech narsa qilmaydi. Lekin mana bu eng minimumda turgan lowimizni yechmagan bo'lsa, bu bizada equal low, ya'ni sell side bo'lib qolaveradi. Buni yechgandan keyin biz razvorotiga o'sha buy bo'lsa buy ishlaymiz, equal high yetsa sell ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi sizlar bilan xuddi shuni grafikda ko'rinishini ko'rsatib beraman. Ya'ni qanaqa kelishi mumkin, qanaqa yechib ketadi, o'shalarni ko'ramiz. Grafikda ko'rasizlar qanaqa chizma bo'lgan, ya'ni eng maksimum haydagi zonamizni mana bu haylarimiz, mana qizil nuqtalar bilan qilib qo'ygan haylarimiz hech qaysi yecha olmagan. Bizda bunaqa ko'rinish bo'lgan. Narx likvidnost mana bu hayda qolib ketgan. Hayda qolib ketgani uchun narximiz обязательно mana ko'rasizlar, mana impulsniy bo'lib, bash haygacha chiqqan. Ya'ni likvidnostni yechish uchun chiqqan. Likvidnostni yechgandan keyin razvorot обязательно bo'lgan. Mana ko'rib turibmiz, likvidnostni yechgan, razvorotiga ketyapti. Biza mana shu razvorotdan ham ishlay olsak bo'ladi. Pastda yana misol uchun equal low bo'lishi mumkin. O'sha low yechgandan keyin narximiz mana bu buyni ham ishlashimiz mumkin bo'lgan. Faqat pastki zonalarni biz e'tibordan qoldirishimiz kerak emas. Ya'ni hamma nuqtalarga qarashimiz kerak. Hamma likvidnostlar bu kuchli narsa. Ya'ni narxi o'ziga chaqiradi desa ham bo'ladi. Bozor likvidnostga harakatlanadi. Misol uchun sell side deyilsa buy side deyilsa sell side'ga harakatlanadi. Xuddi shuni tushunib olsanglar, sizlar bemalol savdo qilsanglar bo'ladi. Mana bu keyingi rasmda ko'rib turibsizlar, equal high qolib ketgan, ya'ni mana bu qizil nuqtalar ko'rasizlar, bir-birini yecha olmagan. Equal high qolib ketganligi uchun bu bizda likvidnost bo'lib qolgan. Narximiz mana bu low da yechgan. Endi biz nima qilishimiz kerak? Misol uchun ishlamoqchi bo'lsak ham mana bu highni target qilib ishlasak bo'ladi. Pastdan faqat qanaqadir nuqta yechilishi shart. Yechilgandan keyin biz ishlasak bo'ladi. Yechilmasdan turib biz base tasdiq, ya'ni nimadir likvidnost yechilmasdan shunda highga target qilishimiz kerak emas. Pastdan ham qanaqadir likvidnostimiz yechilishi shart bizda. Bu o'sha equal high ko'rinishi. Endi sizlarga equal low ko'rinishini ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar, bu equal low ko'rinishi, ya'ni bu sell side desa ham bo'ladi. Sell side bilan equal low bir xil vazifa bajaradi deb aytib o'tdim. Bu yerda mana bu low, ya'ni 3 ta low, ya'ni bir-birini mana eng minimumdagi low yechmagan. Shu sababli shuni equal low deb olsanglar, narximiz tushib yechyapti, ya'ni mana likvidnost yechyapti. Likvidnost yechgandan keyin razvorot berib bizga yaxshigina yurib beryapti. Ya'ni mana bu bizda mana bu nuqtamiz ichki equal high bo'ladi. Sababi hozir nuqtada hisoblab beraman. Mana bu qizil nuqta, narximiz kemayapti, narximiz yana kemayapti. Ko'rasizlar? Mana shu nuqtalar bizda yecham yo'qolib ketgan, o'sha maksimumda, mana ichki time frame'dagi ichki holatda bu highga yechamagan. Narximiz o'sha mana bu equal low yechgandan keyin narx equal highga ketgan, equal highga yechib turib yana razvorot bera olgan. Men bu aynan shu low olganim sababi, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, narx yechib razvorot berib ketgan. O'sha uchun men bu minimum yechilmagan low bo'lib qolgani uchun shu equal low olib ishlatsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa likvidnost bo'ladi, ya'ni equal high, equal low asosiy likvidnost. Keyin buy side liquidity is sell side liquidity olib turib ishlatsanglar, ikkalovi bir xil, xohlagancha ishlatinglar, xohlasanglar equal low, xohlasanglar buy side. Xuddi shu bilan sizlar normalni ishlasanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga tillarda bo'lgan vaziyat uchun ko'rsatib beraman, ya'ni buy side sell side'dan buy side'ga ishlangan holat. Mana shu nuqtasini ko'radigan bo'lsak, tillarda bo'lgan vaziyat mana bu ikkita. Mana bu highlarni ko'ryapsizlar, bu high bizda buy side yechgandan keyin mana bu low'imiz bizda обязательно sell side bo'lib qoladi. Mana bu birinchi sell side bo'lgan, narx sell side'da yechib turib buy side'ga harakat qilgan. Shu holatda, ya'ni analiz qilingan, ya'ni buy side'da yechgandan keyin narximiz yana обратно sell side'ga. Ko'ryapsizlar, xuddi shu yana sell side yechyapti. Narximiz darajasi tushib ketyapti. Mana bu holatda mana yana narximiz mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana bu nuqtada sell side yechgan, narx обратно harakat qilgan. Mana bu yerda buy side qo'ygan, mana bu yerda buy side yechganda narx mana ko'ryapsizlar, hamma mana buy side'da ham narximiz mana bu yerda yechyapti. Mana mana bu yerda ham buy side'da yechgan, narx sell side'larga harakat qilgan. Bu likvidnostdan likvidnostga ishlash bo'ladi. Ya'ni buy side'dan sell side'ga, sell side'dan buy side'ga xuddi shunaqa savdo qilsanglar bo'ladi. Любой parada
metalda deysam, indeksda deysam, hammasida zo'r ishlab beradi. Даже kriptolarda ham shu narsa zo'r o'tib beradi. Mana shu narsa bo'yicha ishlab turib rezultat qilsanglar ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, o'zingizlarning fikringlarni, izohinglarni qoldirib ketsanglar, shunga qarab keyingi videolarni chiqaramiz. Hammaga rahmat o'rtoqlar, charchamang.